Nega har doim xalqdan bekitishimiz kerak? Nega bekitamiz? To'g'risini aytamiz, foydamiz tegsin. Xo'p, ko'pchilik so'rabdi, ratsioninglarni ko'rsatmaysizlar deb. Mana ko'rsatamiz ratsionni. Ratsionning ichida nima bor? Jo'xori bor, bug'doy bor, arpa bor, kepek bor. 4 qop narsani aralashtirib ratsionni qilib beryapmiz. Qaysi biridan bergan yaxshi deyishibdi. Uchalasidan ham, to'rtalasidan ham bergan yaxshi, chunki ko'pchilik yo arpa yo bug'doy berish kerakmi savol berishibdi. Hamma narsani o'zini vitamini bo'ladi alohida. O'zimizning hayotimizda ham go'sht o'rni boshqa, guruch o'rni boshqa bo'lganidek, kartoshkani o'rni boshqa bo'lganidek, bularda ham xuddi shunaqa. Hamma narsa har xil vitamin beradi. Xo'p, 3-savolga o'tamiz. Tez-tez gapiryapman, xafa bo'lmaysizlar, videoning vaqti ko'payib ketib qoldi. 3-savolimiz necha grammdan boshlash kerak? Bozordan kelgandan keyin 24 soat och qoldirish kerak. Bularni oshqozonni to'g'irlab olish kerak. 300 grammdan boshlaylar. Yemlamoqchi bo'lsanglar, 300 grammdan o'sha 1 kilogacha qarab ketasizlar. Xudo xolasa chiroyli bo'lib, barakasini beradi. Hammaga shunaqa chorvalar nasib qilsin. Savollar bo'lsa kommentariyada kutamiz.